Aktivizmni ochib bermayman deyaptilar. Xonada tayinlanar ekanmiz. Men tayinlanmayman xonada. Bo'radi xonaya. Mashashlik o'ynaymiz, kellaring. Faqat menga kerakmi mana shu bayramlari? Men yugurib yuraman. Kellaring chiqlaring mamutga. O'zlaring qillaring, ketdi. Tayinlanamiz, kel. Go! Cho'rsan, sharmanda bo'lamiz. Qo'ylarni qimib qo'y qolamiz. Qarama, bundoq o'tkazib yuboraman, bundoq olib ketdi o'ynaysan. Hozir oyoqdan boshlaymiz, qizlar, ketdi. 1 2 3. Chocolata, chocolata, mami. Oyoqdan boshlaymiz, oyoqdan ketdi. Chocolata, chocolata, mami. Qarab, yaqinroq kel. Baqirma. Allaqanaqa tayinlayotgan ekan. مدينة ننزل حور سينا سون الحوض اليلا جوا حور اليلا مدينة أحم سورينا Bu ala zo'r tayinlayotgan ekan-ku. Bor shu ala bilan tayinla. Bor, o'tib ketdi. Bo'pti. O'zlaring qillaring, o'zlaring. Sharmanda, bitiruvga ham shunaqa narsa qo'yadimi, ha? Men aytgan shularga o'ynaysanlar. Davay ketdik. Aylan. Yelkan o'z. İpekleri tilla'dan İpekleri demeyizler Dur, ko'l. Kulib, ha, dur. Tazim. Ha, hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir hozir she'r aytgan chiqasan esingdamish. Ha, esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsni big'illatmaymizmi? Qo'y yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir so'm maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbat. Eslaydi endi, nima deysizlar? Bolalar mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib luk qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Ya, xavotir olma, vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasan. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Oxirgina ayrilmadik-ey. Qanaqa ayrilmadik, bizga qiz qolmadi. Namunali xulquvchi Abdullayev Ruxshona. Bu so'nggi qo'ng'iroqmi yo zavch sinfini taqdirlash marosimimi? Bayramni boshlaylik.
O'sha kuni uxlab qolsam bo'lar ekan. O sen nima ko'k ko'ylak kiyib kelding? Hamma oq ko'ylak kiyib kelgan-ku. Po'g'avoy ko'ynagimni kuydirib qo'yimman. Borini kiyib keldim. Shu ko'ynagi bugun hamma xotirasini yozsin. Mana Eva. Eva bilan nima bo'lgan? Ular bilan juda ham ko'p xotiralar qolgan. Qani hamma yaxshi o'qishlar kirlaring. Marjona sinf sendan yuz o'girsa ham ota-onang sendan yuz o'girmasin. Parallellar bilan gaplashgansan. Bilaman. Salim bilan ham gaplashgansan. Bilaman. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq charanglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq Maktab bitiromoni. Bolalar o'sha gap bitiruv kechasiga hammamiz bir xil babichkalarga kelishimiz kerak. Buni ko'rgan odam 9 ga yor oribdi-yu desa. Agar tarixda tug'ilganlaringda 40 ta kanizak xizmatlaringda bo'ladi. Degandan keyin ikkita chetdan chiqib kelasanlar. Parod qilmalaring, xo'mi? 9 Yig'ilma bitga hammang. Tez. 9 bolalarim, men sizlar bilan faxrlanaman. Mana ertaga bitiryapsizlar. Baraka topinglar. Nazarov, senga umuman baraka. Qoyilman. Menga qara. Qachon men bir remont pulini berasan? Ha? Nima? Men bu sharlarni pulini men beraman. Birinchi marta o'xshayapti mana do'stlar. Oxirgi marta so'kishlari juda ham zo'r gaplar bo'lyapti. Hammanglarga omad. O'g'il qo'yinglar do'stlar. Rahmat siz. Bola, Anjon polga repetitsiya qilaylik. Qanaqa Anjon polga hali qizlar do'ppi tikdim oxirgacha qilmadi. To'xtalaring. Valisi repetitsiya qilaylik, qizlar kutyapti. Men qara boy qizlar bilan turdim. Go'zal samina valsga tushar ekan. Bilib turdim, o taklifi zo'ri bo'ladi, qarang. What you doing? Where you at? Oh, you got plans. Uyanmang, ana sher qo'zi tinchmi aka? Nozgoyimiz bilan repetitsiyani qattiqmi bo'tdimi? Bela keldi. Tushunmadim. Bolalar. Meni yosh deb o'ylaman, bilaman, ko'rganman, dard o'xamanlar. Bir sinfdan deganim ham keke olib xohlagan ishimni qilaman degani emas. Biz hali xohlaganimizni qilmadik. A'lochiman deb maktab 3 ga bitirish nechta bo'lyapti? Tinchlikmi? Qazinlaringdan 2004-yillik hidi kelyapti. Hamma bitiruvchilar kabinetimga zudlik bilan Yurlaring. Xalqaro jinoiy politsiya tashkiloti Interpolning rasmiy xabarlariga qaraganda, sizlarga o'xshab maktab davrida urushqoq bo'lib yurgan barcha o'quvchilar kelajakda o'ta xavfli retsidivist va jinoyatchilar bo'lishadi. Savol: sizlarga mana shunday kriminal hayot qiziqmi? Unda ertaga ota-onalar bilan birgalikda mana kabinetimda ko'rishguncha. Xayr. Mana bolalar maktabni ham bitiryapmiz. 9 yil bir pasda o'tib ketibdi. Sizlar bilan nafaqat sinfdosh, balki aka-uka, jigardek bo'lib qoldim, to'g'risi. Eslaringdami? Darslardan qochib Kamturxonalarda yurardi. O'tdan chiqib, qornimiz och, nima qilishni bilmay, Sherqo'zining uyiga borib, xaladiyligini bo'shatib chiqqanmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham bolalar maktab bitirayotganda oqibatni qo'shib bitira olmasak bo'ldi. Oppa, lekin shu gapning tagidan bitta ibratlimizga qo'ysa yomon ekan chiqadi. Gapini qara. Blogersan, nima qilsan? Ketdi, ertaga sartaroshxonada ko'rishamiz. Bir-biriga o'xshatib. Buni ham olib bera olasizlarmi? Ke bo'la qolinglar. Bolalar, chichvor deylar. Hammamiz bir xil babichka taqamiz, kelishgandik-ku. Ani jonlarimni qaragan. Буквально каждый мир видит новые биты. Авторы своих треков тратят многие часы. O'zimizlarni qizdek ekan-ku. Qacha.
Nimaga anqayib turibsanlar, ha? Qani turibamizki? Hayajonlanmiz. Voy, qanaqa hayajon. Bo'lalarga ketdi. Assalomdan boshlaymiz. Maktabdan hech qochmaymiz. Shunday qilib azizlar, tadbirimizni boshlaymiz. Ustoz, sizni yaxshi ko'raman. Bugun maktabni tark etaman. Agar o'qishga kira olmasam, точно Rossiyaga ketaman. Rahmat. Zo'r hozir. Bir minut. Rahmat. Hadi endi navbat 9-sinf musiqiy chiqishiga. Menga bermagin jarohat. Yuragimni davosiya maloha. Bola o'zi bir soat gaplashuvdik. Cho'zilib ketdi. Ana endi so'z navbatini maktabimiz direktori Otabek aka Mahkamovga beramiz. Amerikalik teleboshlovchi Oprah Winfrey o'z vaqtida shunday degan edilar. Ko'pincha odamlar biz bilan limuzinda yurishni yaxshi ko'rishadi. Lekin bizga shunday odamlar kerakki, bizning limuzinimiz buzilib qolgan taqdirda ham ular biz bilan birgalikda avtobuslarda ham yurishlari kerak. Aynan mana shunday haqiqiy do'stlarni siz sinfdoshlar o'rtasida topasizlar. Hurmatli bitiruvchilar, hamisha birgalikda katta omadlarni qo'llariga kiritib, bizning maktabni esingizdan chiqarmanglar. Yo. Bu nimasi? Hammasi tugadimi? Oxirgi qo'ng'iroq. To'g'risi, o'zim ham hayajondaman. Bugun chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, ayriliqdir biz uchun og'irroq. Shuncha yil o'qidik biz bitta sinfda, do'stlarim xayr bugun so'nggi qo'ng'iroq. Sog'inaman seni men ko'p martalar, tushlarimga kirar biz o'qigan pardalar. Katta hayot bizlarni kutib ol endi, oxirgi qo'ng'iroq yurakni parchalar.